Agar biz vaqtimizni tartibga olmaydigan bo'lsak, mana shunday kunimiz tez o'tib ketaveradi, biz afsuslanib qolaveramiz. So'nggi pushaymon o'zingga dushman bo'ladi. O'lim kutilmaganda keladi. Qarabsizki, qiyomat kunida Allohning huzurida turibmiz. Alloh bizga shuncha umrni berdi, shuncha imkoniyatni berdi, aqlni, zakovatni berdi. 100 yil oldin orqaga qaytaylik. Ularda bu imkoniyatlar bo'lmagan. Hozir Qur'on o'qishni o'rganaman degan inson uchun yetarlicha oshig'i bilan imkoniyatlar bor. Bu ne'matlardan foydalanmasak, summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im deydi Alloh. Qiyomat kunida har bir ne'matdan so'ralasiz deydi. Bularda hammasi siz va biz uchun ne'mat. Alloh bu ne'matlardan unumli foydalanishligimizni Alloh nasib aylasin. Alloh haq subhanahu va taolo mana shunday ulug' zotlarga ergashgan holatda hayotimizda ham tartibli qilib, intizomli qilib, xayrda, saxovatda, ibodatda har bir sohasidan Parvardigor nasibador bo'lib bormoqligimizni Alloh nasib aylasin. Alloh haq subhanahu va taolo mana shunday ulug' zotlarga ergashishligimizni hammamizga nasib aylagin. Farzandu zurriyotlarimizni iymonda, e'tiqodda, ilmda, taqvoda mana shunday ulug' zotlarga ergashmoqliklarini o'zing nasib aylagin. Parvardigor, oilada bizlarga taqvoni bergin. Ibodatda, oilada rahbar bo'lishligimizni Alloh nasib aylagin. Farzandu zurriyotlarimizni Parvardigor mana shunday yaxshilikda bizlarga ergashmoqliklarini nasib ayla. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil khayr bi rahmatika ya arhamar.